Assalomu alaykum Legrand Home. Biz hozir Istanbul shahrida yana bir joyni ziyorat qilishga keldik. Bu inson haqida unaqa ko'p gapirib o'tirishim shart emas. O'zbekistonni hamma taniydi. Sulton Abdulhamid qabrlariga keldik. Shu joy xosligini ko'rsatib o'tamiz, xudo xohlasa. Biz hozir Sulton Abdulhamidxonning qabrlaridamiz. Bu yerda nafaqat Sulton Abdulhamidxonning qabrlari, balki oilalariga tegishli bo'lgan insonlarning hammasining qabri bor. Bu yerda bobolari, akalari Abdulhamidxonning o'zlari akalarining oldida ko'milganlar, yozib qo'yilgan. Yana bir ma'lumotni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Sulton Abdulhamidxon Madinaga temir yo'l qurganlari bilan hammani xabari bor. Qarangki, Allohning izni bilan u inson temir yo'l qurganda Madinada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlaridan o'tayotgan joyda temir yo'l ovoz chiqarmaslik harakatini qilib va uni uddalaganlar. Ustalar o'sha paytdagi injenerlar bu narsani uddalagan, ovozsiz o'tgan. Allohning izni bilan qarangki, o'zlarining qabrlarida ham mana temir yo'l o'tayotganda sekinlashib, signal chalmasdan o'tadi. Maksimal sekinlashgan Istanbulda o'tib bilasiz, oldin to'ng'ir qiladi hamma yoqda. Lekin Allohning izni bilan shunaqa qilganki, o'zlariga ham nasib qilgan bu narsa, o'zlarining qabrlarini oldida tramvay, mashina o'tadimi, signal chalmasdan o'tadi. Alhamdulillah.